Hello everyone. Assalamu alaikum barchaga. I am Mukhlis Sabirjonova and today's our topic is this, that, these, those demonstrative pronouns. Demak, bugungi bizning mavzuyimiz bu, ana u, bular va ana ular. Demak, ko'rsatish olmoshlari hisoblanadi. The first one this birinchisi demak bu ko'rsatish olmoshi singular and near demak birlikda yaqindagi narsalarga nisbatan ishlatiladi. Refers to one thing person close to the speaker demak gapiruvchiga yaqin bo'lgan narsa va odamlarga nisbatan qo'llaniladi. For example, this is my book. Misol uchun bu mening kitobim. Pronoun demak olmosh bo'lib kelgan. This book is interesting. Demak, bu kitob qiziqarli. Determine, ya'ni bu yerda aniqlovchi vazifasida qo'llanilyapti. That. Ana u birlikda uzoqdagi narsaga nisbatan qo'llaniladi. Refers to one thing person for from the speaker. Demak, gapiruvchidan uzoqdagi narsa va odamlarni ko'rsatishda ishlatiladi. For example, that is your car pronoun. That car is expensive determinant. Demak, bu uning mashinasi. Demak, olmosh. Ana u mashina qimmatbaho demak determine ya'ni aniqlovchi vazifasida qo'llanilyapti. A car parked far away demak mashina uzoqda parked qilingan ya'ni to'xtatilgan ma'nosida kelyapti. Keyingisi these ya'ni ana ular plural near ya'ni ko'plikda va yaqindagi narsalarga nisbatan ishlatiladi. Refers to the multiple things people close the speaker demak gapiruvchiga yaqindagi ko'pligidagi narsalar va odamlarga nisbatan qo'llaniladi. For example, misol uchun these are my keys. Bular mening kalitlarim. Pronoun these keys are important. Bu kalitlar qimmatbaho. Determine ya'ni aniqlovchi vazifasida kelgan. Keys on the table. Kalitlar stol ustida. Those ana ular plural for ko'plikdagi uzoqdagi narsalarga nisbatan ishlatiladi. Refers to multiple things people far from the speaker demak gapiruvchidan uzoqdagi bo'lgan narsalar va odamlarga nisbatan qo'llaniladi. For example, misol uchun those are their houses demak ana ular ularning uylari pronoun bo'lib kelgan. Those houses are big. Ana u uylar katta demak determine bo'lib kelgan. Image houses are distant demak uylar masofada bo'lib kelyapti. Comparison demak qiyoslaymiz. Comparison table demak bu tablitsada qiyoslash berilgan. Word this, that, with, those. Number demak this singular. Distance near yaqin. Example this pen is mine. That singular birlik. Far uzoqda. That pen is yours. Ana u ruchka seniki. These demak mana bular plural ko'plikda near yaqindagi narsada. These books are heavy demak ana u kitoblar og'ir. Those plural far demak ana ular ko'plikda uzoqdagi narsalar uchun. Those books are old ana u kitoblar eski. Common mistake demak qo'llaniladigan xatolar. These are my shoes demak are va shoes kelyaptiki biz thisni qo'llay olmaymiz. These are my shoes tarzida keladi. Those is my friend demak those bilan biz isni qo'llay olmaymiz.
That is my friend. Demak, thatni qo'llanishimiz kerak. Anavi mening do'stim deb. These books is good. These bilan books are deb qo'llaniladi. Shuning uchun biz these o'rniga thisni qo'llaganimiz ma'qulroq bo'ladi. Demak, quyida these, that, these, those'ni qo'llash uchun misollar berilgan. Siz o'zingiz bilimingizni mustahkamlash uchun ularni bajarishingiz mumkin. Demak, yana ham mustahkamlaymiz. This, this yaqindagi narsalarga, that, those uzoqdagi narsalarga, with, that birlikka, these, those ko'plikda qo'llaniladi. Demak, what is this, what are those kabi misollarni, so'roq gaplarni, savollarni berishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi mavzuyimiz shulardan iborat edi.